Buyuk tarix, zamonaviy taraqqiyot va ilmiy salohiyat maskani. Qadimiy Samarqandda joylashgan, Markaziy Osiyoda yagona. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetiga xush kelibsiz. Universitet nafaqat ta'lim, balki hayot maktabi. Talabalar ijodiy, sport va ilmiy sohalarda o'z imkoniyatlarini namoyon etishadi. Bu yerda nazariy bilim amaliyot bilan uyg'unlashadi. Har bir talaba zamonaviy ilm bilan qurollanadi. Yoshlarimiz har tomonlama yetuk bo'lishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Universitet hayoti bu katta imkoniyatlar olami. Mehnat bozori bizning bitiruvchilarni kutmoqda. Ular bugun O'zbekistonning barcha hududlari va chet ellarda faoliyat yuritayotgan yetuk